Assalomu alaykum. Hozirda biz Kungaboqar yer maydonidamiz. Ushbu loyiha 2025-yil Milliy bank hamkorligida Kogon tuman Sarayon MFI'da 98-sonli konturda amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu yer maydoni 10 gektarni tashkil qilib, Kungaboqar ekilgan, ya'ni simichka. Ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib kelinmoqda. Ekinning hozirgi holati gullash holatida bo'lib, ekinlarni yetishtirish muddati 100 kundan 120 kunni tashkil qiladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaliklariga bo'lib berilgan bo'lib, loyihaning samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Alisher Dilsora oilaviy korxonasi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklariga 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda 1 gektardan 3 tonna hosil olish ko'zlangan bo'lib, 10 gektardan jami 30 tonna olish rejalashtirilgan. Kelajakda dehqon xo'jaliklarining faoliyatini kengaytirish, daromadini oshirish hamda qo'shimcha yer maydonlarini ajratish va kelgusida hosilni yanada ko'paytirish reja qilib qo'yilgan.